Do'stlar, biz Qayqida bog'damiz. Xo'p, Qayq haqida gaplashamiz. Qayqi bu qishloq nomi. Hech qanday mahalla yo'q. Qayqida 15 ga yaqin mahalla bor. 30 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Qayq so'zining ma'nosi shu Norin daryosining qayrilish qismida joylashganligi uchun qayrilish so'zidan olingan. Yana bir nomi, uychiliklar qadimda bu tarafga daryoni shu kechma bo'ladigan joyida qayiqda o'tgan qismida joylashgan. Demak, shu qayqi, qayrilish, qayiq so'zidan olingan degan taxminlar bor. Qayqi O'zbekistonda eng mashhur qishloqlardan biri. Ya'ni bilasiz, Olmos qishlog'i bor, Oltariq bor. Oltariq, Olmos deganda hammani ko'zini oldiga albatta dehqonchilik keladi. Qayqi qishlog'i ham xuddi shunaqa. Qayqiliklar boshqa yurtlarda o'zini tanishtirayotganda Uchqo'rg'ondanman yoki Namangandanman emas, asosan Qayqidanman deyishni yaxshi ko'radi, xush ko'radigan xalq hisoblanadi. Mana ularning yerga bo'lgan munosabati. Ko'ring. Oddiy bog'damiz. Mana olmalar ham juda ham bir chiroyli. Uni tagiga qulupnay ekilgan, hamma narsa. Ular o'zi bilan o'zi ishlayveradigan xalq. Mana. Bular Qayqi xalqi O'zbekistondagi eng erta turadigan xalq hisoblanadi. Bularda bomdoddan oldin ish boshlanadi. Ishni boshlab bo'lib turib, keyin bomdod o'qiydigan xalq hisoblanadi. Bularni to'yiga siz mabodo 6 yoki 7 da kelsangiz, uje to'y tugab ayollar nimasi boshlangan bo'ladi. Xo'p, Qayqida eng mashhur familiyalar Karimovlar sulolasi bor, Saydullayevlar bor, Boqiyevlar, Po'latovlar. Agar boshqa familiyalarda qoldirib ketgan bo'lsam, izohlarda yozishingiz mumkin. Mana Qayqida yerga bo'lgan munosabat.